Hozir dalalarimizdan aylayapmiz va bu yerda hamma narsa bahorga vitrina tayyorlash jarayonida. Ba'zi o'simliklar kichkina tuyadan katta tuyaga olinyapti. Ba'zi o'simliklar yerdan tuyakka qo'yilyapti. Bu jarayon biz uchun eng katta ish hajmi mavsumi bo'ladi, chunki yerda yetilgan o'simliklarni hammasini tuyakka olamiz va bu oson ishimiz. Va bu orqali biza yozi bilan kech kuzgacha bemalol kelgan xaridorlarimizga qishin yozin tayyor mahsulot tuveda taklif qilamiz. Bo'lib hozir xonaki gullarni ko'rib chiqamiz. Xonaki gullarni endi bu yil boshlaganmiz. 1 yil bo'lyapti. Xudo xolisa mukammallashtiramiz. Men o'ylaymanki 26-yilning oxiriga O'zbekiston aholisi uchun приемлемый hamyonbop narxda xonaki gullarni taklifini beramiz. Ish jarayonlari. Yaxshimizlar bolalar? Va alaykum assalom. Va bular mana shunaqa tuyada tayyor o'simlikni tayyorlab qo'yishadi. Bu yerda buksus, shamshod. 25 mingta shamshod zagotovka qilib ekildi. Bu yil 5 gektar joyga vitrina uchun joy yasaldi. Bu yerda hamma joy tayyor mahsulot tuyakka ekilgan, o'zimizdan ishlab chiqarilishda o'stirilgan gullar bilan to'ladi. Mahsulotlarimiz ham yetilib qoldi. Mana bu bizning tayyor mahsulot. Juda ham chiroyli ko'zimga ko'rinib ketyapti. Nimaga? Chunki o'zimiz yetishtirganmiz.